Mana grijani уже xronistik formasi. Endi umurtqani qiyshaygan skolioz holati. Hozirgi holatdagi bemorimizda 18 yosh yigitimiz grija bo'lganiga уже 1 yil mobaynida bo'lyapti. Birinchi marta grija aniqlanganda o'sha fibroz kalso bel segmentida yorilgan. O'sha paytda grijada o'tkir holatida bular yosh-ku, sal-pal og'riqqa e'tibor bermagan, organizm o'sha joyda himoya qilish maqsadida birdaniga o'sha grija segmentini qimirlatmaslik uchun butun strukturani, ya'ni grijani atrofidagi to'qimani o'shanga qaratadi va shuni oqibatida adekvatni lecheniya bo'lmagandan keyin bemorda 1 yil o'tib skolioz holati, ya'ni umurtqani qiyshaysh holati bo'lyapti. Skolioz, S-образный skolioz deyiladi bunaqa holatda. Endi taktika lecheniyaga keladigan bo'lsak, bu yerda birinchi o'rinda ichkarida bor 5,5 millimetrlik grijani davolash emas, основной skoliozni davolash kerak bo'ladi. Skoliozni to'g'ri davolaganimizdan keyin grijani o'sha segmentda bo'lgan grijaga qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Shuni hisobidan grija o'zi samoстоятельно rezorbsiyaga uchrab ketadi. Rezorsiya degani grijani so'rilish protsessiga uchrab ketadi.